هذا رسول الله هذا حبيب الله هذا رسول الله هذا حبيب الله هذا حبيب الله هذا حبيب الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Mana bu Rasululloh programmamizning 16-sonini ko'rishingizni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdulloh Yalqin. Qadrli ko'ruvchilarimiz, bu muborak, go'zal ay boshlangandan tortib ta bugungi kungacha har kuni mushu soatlarda ekraningizda bo'layotgan bu programmamiz inshaalloh mushu go'zal ayning fazlidan, sharofatidan huzurlanish bilan birga Sevimli Peygamberimiz gözümüzün nuru boğan, bizim yolbaşçımız boğan Resulümüzdeki her günlük programımızda bir güzel hisletini, ahlakını özümüzge özleştirip, tekembek özümüzün manevi ahlakı cihetten özümüzge imanımızga iman, güzel ahlakımızga ahlak koşuş için başlatkan bu güzel programımız. Devam kılıvatıda her programda bir mavzunu tutup kılıvatımız. Programımızın daimlik mehmeni Şarkı Türkistan Ulemalar Birliği azası Mektunuş Deveci Ustaz Habibullah Kösani'ni teklif kıldık. Kıymetli vaktini çıkarıp kadem teşekkür kılgalık için aldığımdan köp rahmet edeyim. Sizlerge köp rahmet. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Qadrli qandaşlar, programımız ekran aldı çıkıp durayotgan numar arkalık programa alakadar bo'lgan savollarni, so'rashinglarni ümit qilamiz. Shunday ko'plagan qarindoshlarimizni foydalanish uchun ham bahrlashingizni umid qilamiz. Kelgan savollarni kelyapti, kelgan savollarga inshaalloh oldimizgi programmalarda yoki bo'lmasa programma oxirlashganda maxsus bir qancha bo'lim qilib taqitishimiz mumkin. Shuning uchun buni asıltib qo'yay. Har qatimqidek bugungi programmamizning ismi har programma ayrim bir ism bilan ketyapti dedik. Bugun biz Rasululloh va gunohkorlar diyen bu 16. bölümümüz bununla başında. Usta şu bir vasıta bir yerden kirsek cemiyeti elbette biz ilgirki bugünkü geçe boğan programımızda her xil mavzularni qildik, paranlaştık. Elbette insan buluş süptümüz bilen meyli qanchalik taqvodor bo'layli. İnsan hatalıktan sadir emas, günahga tushib qolmaydigan bir insan yok. Şunun için muşu hem de elbette günahkarlarının en yaxşısı tövbe kılgıçlar diyendek Peygamber aleyhisselam. Bizden ülgümüz boğan Resulümüz sallallahu aleyhi ve sellem muşu günahlaşıp, günahga düşüp kalgan ya hatalaşıp kalgıçlarga qanday muamele kılat dediğen bunu da başlasak. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin vel aqibatu lil muttaqin ve la udvana illa alel zalimin. Vessalatu vesselamu ala İmamul Mücahidin Nebina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. To'g'ri. Endi dinimiz dinimizdan maqsadi bizni mukammallashtirish, takomillashtirish. Ya'ni kamchiliklardan, xatoliklardan jiroq turishimizni dinimiz bizdan talab qilgan. Şu qatada sahabelarmu muş yer şaridiki tunc İslam avladı hesaplandı. Allah subhanahu ve ta'alaga asi buluştan en bek yiroq turdigan, gunohdan en saqlanish uchun tirishadigan, hamu Allah subhanahu ve ta'ala men sizlardan rozi bo'ldim degan kishilarmu xatolikdan saqlanmagan. Endi bu xatolik bu bir insonning xarakterida bor. Mesela Resulullah'ınki devriga qaraydigan bo'lsak, to'g'ri, u sahabelar haqiqatan ikkinchi qatim takrorlanmaydigan bir kishilardi. Ikkinchi qatim tarixda takrorlanmaydi ular. Shu darajada taqvo, shu darajada isil, oliyjanob, o'rnaklik musulmonlar. Shunda bo'lsa-mu, masalan, yoki yangi musulmon bo'lganlar yoki ma'lum ba'zi sahabelardan xatolik sodir bo'lgan. Hamda biz mushu programmamizda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin muş xatolashquchi yoki gunoh o'tkazguchi kishilar bilan qanday muomil qilish metodini, uslubini yaxshi o'rganib,
Bulupmu özünü dindar yoki diniy da'vatchi yoki dinni qo'g'dug'uchi, dinni söygüchü bo'lgan kishilarimiz boshqalarga mushunda muomala qilishni o'rganib olsak. Masalan, men nurg'un torlarda, mana to'plarda qarab qolaman. Boshqalardan azroq bir xatolik o'tib bo'lguncha boshqalarga mana qo'pol tegadigan. Xiyolchalik men dinni qo'g'didim, bu Allohning dini tursa, sen nimadan bu Allohning diniga haqorat qildigan yoki Allohning diniga xiloflik qildigan deb, dinni bak yaxshi ko'rganda bo'lib boshqalarga qo'pol tegadigan. Shundan birdan bilan bu ikki odam suqishib, amaliyotda u yaxshilikni yetkazman degan odam haqorat, munosiq qilib qoldigan manda bir ahvollar bor. Shuning uchun mushu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamningki mushu xatoliklardan qanday muomala qilishni bilib olish biz uchun muhim. Shu qatorda masalan misol olsak, Rasulullohning davrida bir sahrolik, ya'ni yayloqdan bir odam keldi. Bu odamning ismini ba'zanlar Aqra ibn al-Habis degan, ba'zanlar Zul Xuwaysiril Yamani degan. Bu odam kelib masjidning bir tarafiga, o chaqda masjid hozirgidek emas hamda. Ya'ni atrof azroqlam etilgan, üstü xo'misha qilib yeb qo'yilgan, ostida bir hozirda gilam zilchimi yo'q, bunda qumni yeytiblam namoz o'qiydigan vaqtda. Masjidning bir tarafiga siyib qo'ydi bu odam. Masjid hamda. Sahablar mahma voy deb o'pir-to'pir bo'lib bu odamga bir xil, ya'ni bu odamning bir norozi bo'lganligini ifodaldi. Shundan payg'ambar alayhisalom qo'yinglar sivasu. Hatto bir hadisda sudukini uzib qo'ymanglar degan. Chunki berib to'xtatmoqchi bo'lganda to'sgan. Hamda hozir tibobatim deyotdi, sivat qadamda bir xil sudukini to'xtatib qo'ysa salomatlikim yaxshi emas ekanda bu. Demak, shundan payg'ambar alayhisalom sigil qo'llab siyib olgan ekan, bir chilak suv akib to'kib o'tanglar. Tamam, shunda oddiy. Adamni chaqirib akilib, qarindishim, mana masjid. Bu masjidda Allohni zikr qilamiz, Qur'on o'qiymiz, namoz o'qiymiz. Bunda mehnat qilish ma ishlarga bu ya bo'lmaydi dedi, ish tugdi. Hamda mush payg'ambar alayhisolamning mush ishi haliq sahobaga shu joyda ta'sir qildiki, namoz o'qib qo'lni ko'tarib, ey Alloh, menga va Muhammadga rahmat qilgin, boshqa hech kim rahmat qilmagin debdi. So'ng payg'ambar alayhisolam laqad tahajjarta wasi'an. Sen kengirni talashtirib o'tgan. Ya'ni Allohning rahmati kengir deb talashtirib sen bilan meni voy hammadan rahmat qilsin da demoqchimda. Lekin miyadalik boshqalarninki bir rivoyatda men Rasulullohdak muloyim, oq ko'ngil, isil bir ustozning ko'rdim degan bir rivoyat bor. Nima ish qilsa, endi boshqalar demisimi, bizmi hatto bizning oldimizdan birisini ko'rsak zodi voy deb sakrab ketamiz. Amaliyotda to'g'ri usul mana bu. Yani çünkü Allah Subhanahu wa taala Kur'an-ı Kerim'de Muhammed Aleyhisselam'ni وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ sen insanlığa evetilgen merhamet elçisidir sen deydi. Beşşiru ve la tunaffiru, yessiru ve la tuassiru. Siz kişilerine hoş bişaret verenler, kişilerine kaçırmanlar, asallaştırınlar, teslileştirmenler. Şunu da asan, suyunu tüküp koysun tükü dayını. Çünkü o yerde bir jüdgaya yok, o bir tuprak, suyunu töpsü su tüküp etti, suyla tansınıp gitti, iş meseleleri oldu. Onun bir cek işi yok da başında böldük. Ama ondan başka yine bir mühim bir vakalık var. Mesela bir sahabe Resulullah'ın kaşa geldi. Ramazan münasebetiyle değil, Ramazan'da bu kaşa şu mu? Demek hakikaten tesir kıldı. Sahabe gelip ya Resulullah men tügeçteyim dedi. Halekti o dedi. Ebu Hureyre radıyallahu anh kılgan hadis-i şerif. Ya Resulullah men tügeçteyim dedi. Demek bu özünün çoğun günah ötközgeligini bildi demdi. Tügeçtim diyenik kılam, inik bilip durup bir çoğun günahını kıldım bu. Nim boldu onsa ma şu Ramazan roz tutup ben ayalım ile yakınlaşıp saldı. Peki Resulullah onda olsa bir kul azat kıldak ahvalın bağımı depti. Yak. Onda olsa bir 60 gün kendi kendine roz tutalamsa depti. Yak. Onda olsa 60 miskinge tamak verelemse desi yak. Onu mutlaka sen aldırma boptan kıpsa bu iş ne?
qandaq qilib kafarat berishni o'rgatyapti-da. Deb turishga Rasulullohning qashiga bir savatda zakatning xomis kelib qoldi. Endi lekin unda bo'lsa sen buni qilsang, ma xomini aprib 60 miskinga debdi. Ya Rasululloh, bu Madinada mendan bir kambag'al odam bormi deb, xomini uzanmoqchida hamdi. Debdi Rasululloh kulib ketdi. Rasululloh kulib ketib, bo'pti aprib, mushunga oilangga dedi. Mana bu Rasulullohcho. O'ylab baqsizlar. Ya'ni ko'p kunduzga kelib, bu odam hali yashangan odam bu. Endi bir hadislarda hali yashangan odam, bu hali o'zini tutib olgan cho'ng odam. Bir xatolikni qilib asli bir Rasululloh nayt buningga oddiy masalan qo'lingdan kesib bir qul azat qilib, faqat bo'lmay qolib qolsa, bir 2 oy ro'z tutib, faqat bo'lmay qolsa atılmışken hech ishni qilolmayman deb Rasululloh kelgan xomini olib uyga ketdi. Rasululloh shu yerda xoplab qolmay, men xomini bir boshqalarga berib gunohni juvol desa, mendan boshqa kambag'al yo'q degan shu menga va demoqchi-da u yerda. Apirib aylanglar ya. Tugdi xolos. Ana mana bu payg'ambar alayhisolamningki gunohkorlar bilan tutgan qilgan muomalasi. Axir sen bir misol biz o'tgandan bir dedik. Muomalaqi bu to'g'riliq misollar bakjiqchu payg'ambar alayhisolamningki. Masalan, shu qatodan ilqi bir Rasulullohning qashiga bir kambag'al keldi. Kambag'al kelib, "Men bir binasi dedi. Ba degandan keyin Rasululloh endi jiq binasi yo'q shu, endi bani berib rozi bo'ldingmi debdi. Rozi bo'lmadim dedi. Sahobalar shu yerda qapoqlanib turib qayda bu go'ynos deganda qilib bu bani basir debdi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Deb, "Men qarindoshim uyga borayli" dedi. Şonlar uyga berib, uyda apirib, uyda azdol binasini berib, endi rozi bo'libdim deb, "Voy, bak rozi bo'lib ketdim" deb, rozi bo'lganlikdan she'r to'qatadi hamda, xo'shal bo'lib ketdi degan keyin Rasululloh nim dedi? "Ma sening rozi bo'lganligingni masjidga kirib sahobalarga deb qo'y, chunki sahobalarning qalbida sana nisbatan bir salbiy bir ta'sir, yaxshi bo'lmagan bir ta'sir qilib qoldi" deb Şondan dedi, şona Rasululloh masjid chiqib o'zining rozi bo'lganligini dedi. Şona u ketgandan keyin sahobalar payg'ambardan bir dast so'zladi. "Ey sahobalarim" dedi. "Bu odam, hozir bu odam igisidan qochib ketgan to'g'ga o'xshaydi. Siz bu to'g'ini tutdim deb qo'g'ligansir baq qochadi. Bu to'g'ini igisi qo'yib assanglar, igisi bu to'g'ini qanday tutishni o'zi biladi. Rasululloh demoqchi o'g'ini, ma adam ash Rasululloh o'ylab baqsa, shu yerda Rasulullohdan razomini deb ketsa imonsiz ketadi mavjud. Ya'ni Rasululloh rozi emas deb ketsa, bu Allohning payg'ambari, bu imonsiz ketadi, o'zi do'zaxga kiradi. O'sha Rasululloh buni ash uyga olib, uni buni berib yurib, rozi etib yo'qsa, Rasululloh nima dedi? Mana bu mushunga o'xshaydi. Agar bu qaytib ketgan bo'lsa imonsiz ketdi. Endi alhamdulillah rozi bo'lib, xo'shal ketdi. Musulmon o'lsa jannatga kiradi. Yani Peygamber'in her bir muamellerden asli o adamni bir doq qilib olish emas. O adamni xatolik o'tkazlik uchun tushirib olish emas. Balki shu xatolik chiqishini qanday qilib eng oddiy, eng bir oson usul bilan bu odamni xatolikdan qutqizib olish. Masalan, o'tgandim dedik bir yosh kelib, "Ya Rasululloh, men zina..." Masalan, ma'qula Arabiy bir yezliq odam kelib masjid sevyapti dedik, u bilmaydi. Ma odam bir yosh kelib deydi, "Rasululloh, men bir zina qilishga ruxsat qilgan bo'lsa" deb. Demak, zinaning yomonligini bildi bu. Bilmasa, shunama, "Men ruxsat qil" deb kelmaydi. Rasululloh buning bir logika, mantiq, aql bo'yicha uslub qo'llanib, ya'ni logikalik bir tushundirish berdi, buni mantiq tushunchisi berdi. Me'yakilar deb sening singling bilan boshqalarning zina qilishni xohlamsan, ochang bilan boshqalarning zina qilishni xohlamsan, oxirsi opang bilan boshqalarning oy deb shu yerdan shunalik sahoba deydi. Ma zina shu minutlardan boshlab eng bir qabiy ish aylandi deb. Demak, ba'zida ya'ni Rasululloh eng mehribonlik, muloyimlik, kuyimchanlik, mana boshqalarga shafqat qilish nazari bilan muomala qiladi.
ba'zida boshliq mantiqa aql usul bilan hal qiladi. Ba'zida qutqizib olish uchun hatto ularga yordam qilib, ulardan kelgan haqorat kim chidab, ayada razumudim degan gap o'ylab baqsa, binasi ba'saslar birada bir razomuso desasizlar biz nimdamiz hamda. Deytagimiz ene qo'y binasi bir razomudim desa, hamda og'zimizdan chiqqan gap endi qanda. Sahabeler şunun şahitler ondan kopap dedim ama binası bazı razumudim diye ötküzüp koygan binası suadak degende kalam qıptı Peygamber sallam jimtoruna dep uyga ekitip onu yeni berip endi razı olduğumu dep çıraylık andan keyin ona ait xoş alalı deb olsaq qo'ydi. Demak, mana bu bizning payg'ambarimiz hamdi. Bu shunga o'xshash nurg'un shuning payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni men bir kitob o'qish jarayonida bir fransiyalik faylasufning degan gapi bor ekan. Agar Muhammad alayhissalom deydi, mush bizning zamonimizda yashab qolgan bo'lsa, hozir dunyoda nayati urushning purqi va dunyoda zulm olib ketdi hozir. Dunyo qalamqanchilik ku hozir. Elik nima deydi deslar? Agar Muhammad alayhissalom hozir yashagan bo'lsa, u ham Muhammad debdan alayhissalom demabdi, chunki musulmon bo'lmagan ekan. Agar shu Muhammad bizning davrimizda yashab qolgan bo'lsa, ama dunyoning ishlarini bir qahva ichib o'tirib hal qilyapti. Yani demek Peygamber Aleyhisselam aşındaq adamninki uğusunu qaynatadigan yoki odamni hayajonga soladigan, odamning nervisiga tegadigan masalalarni onna so'qqanlik bilan oldirmay turib, güzel uslublar bilan hal qiladi. Shunday muomala qiladi. Haqiqatan ham yuqorida so'zlab o'tilganlar bu mayli masjidga kichik tarat qilib qo'ygan bo'lsin yoki ayoli bilan Ramazan gündüzü bir grup qağını olsun. Bular ham mesela normal şu insanın ki Allah'a nispeten bo'lgan hamda o'tkazib qolgan xatolik bu. Hamda Peygamber Aleyhisselam Rasulullah qandaq chaqda mesela resmi şeriatimizde nurg'unlagan icra qilinadigan uning jinoyati dunyoda bekitilgan jinoyatlar va gunohlar var. Rasulullah qandaq chaqda mesela şeriatning jazosini ijro qiladi, qamchisini qaysi vaqtida ijro qiladi? Hamda Peygamber sallallohu alayhi ve sellem amal ba bu gunoh o'tkazganlarni oqlanib ketishga bektirishadi. Chunki bizning shariatda 99 adam xato mayli jazolanmay qolsa mayli, bir odam xato jazolanib qolmasin degan prinsip bor. Ya'ni 99% adam gumon bilan jazolangandan, ya'ni naq jazolanib ketgandan xatosi bir odam naq jazolanib ketmasin. Mesela Xitoyda deydi, 99'i naq jazolansa, birisi to'din tushib qolmasin deydi. İslam bizning aksicha. 99 jazolangan odam jazolanmay qolsa mayli, ammo bir xato jazolanib qolmasin deydi dinimiz. Bu prinsip pek muhim. Shuning uchun Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mushu shariatninki mesela xato o'tkazgichlarga hamda shariatda faqat 6 xil jazo bekitilgan aynan. O'g'rining qo'lini kesish, zinaxorlik qilish degandek. Hamda mushlarga shariat jazosini yurgizishda ajoyib ehtiyot qiladi. Ya'ni amal ba mushlarga bir aqlinib chiqishiga, bir tövbe qilib bu jazoni bir ijro qilmaslik tirishadi. Ammo qonuniy jihatdan %100 o'zim ixro qilib, men zodi %100 mushu jazolash haqqi o chaqda keskin jazoni ijro qiladi. Masalan, Peygamber Aleyhisselam'ın qashiga jinoyat o'tkazganlar kelib, ya Rasulullah bizga shariatning hukmini ijro qilsizlar deb keladi. Chunki shu chaqda Rasulullah bir davlatning raisi va shu Allohning qonunini ijro qiluvchi birinchi mas'ul kishidir. Shunga ba'zanlar Rasulullahning qashiga kelib o'zlarining xato o'tkazganligini va shariatning nimaligini biladi-da bular. Hatto sahobalarning kattaligi shu yerda ekan. Ular jin ketadigan shu olsunmi? Shariatning ijro bo'lib, o'zlarining mush dunyodan bir pokiz ketib olishni arzu qiladi. Biladi o'zi. Masalan, bu gunohni agar shariat bo'yicha betaraf qilinsa, ba'zilarning jini ketadi.
Hayatına şunda olsun mu ya Resulullah? Çünkü şeriat ma dünyada o şeriatның cezası onun verilse şundan günahı tügeydiğanlığı aniqamdı. Mesela şu qatada mesela bir misal keltireyim de. Ma'iz ibn Malik degan bir sahaba bor. Ma'iz ibn Malik. Kelib ya Rasulullah meni poklig'in dedi. Demak, necis bir jinoyatni o'tkazdim demoqchi. Meni poklig'in debdi Rasulullah nima qilding deb so'rab berdi shu. Yana tahhirni degankin demak bu yerda bir cho'ng ish borligini bildirib qo'ysam. Mushu bak uchun nima ish qilding, voy nima ish qilding deb baqadimda. Voy nima bo'ldi sana berib menga Allohdan gunohingni tilab istig'for et dedi. Yani bu ishni Alloh bilan o'tiranda tugatib ol degan gapda endi. Debdi. Yine bidam ketib, yine ikkinchi qatam qaytib keldi. Ya Rasulullah meni paklab qo'ysizlar dedi. Şoň Peygamber aysam, "Vay hak, oy nim boldy sana? İrci' fastagfir wa tub fastagfirullah wa tub aley." Ma qaytib berip Allah'a tövbe qılıp gunohingni tila Allah'dan dedi. Qaytib ketdi. Şunun 3-nji qatam keldi Rasulullah yeni şunda dedi. 4-nji qatam yeni keldi. Keyni 4-nji qatam keldi. Kelgende Peygamber fima utahhirak. Sen nemidan paklayman dedi. Ana o'ylab baxslar, Rasulullah şunu bir adam, yani bu şeriatning maqsadi uni jazolash emas. Uning odam bo'lish. Maqsad shu, gunohin to'lib odam bo'lish asli maqsad. Şundan 4-nji qatim kelgan vaqtda nimani paklayman debdi, zina dedi. Deganki Rasulullah maning kalis ketib qoldimi dedi. Maning kalisdan ketib qoldimi dedi. Yani azraq aşağıda kalısın git kaldı da kız tügediğen gapimdi. Depti yenidiki birisi ya bu kalısın ketmedi sağ dedi. Diyankin mav içip aldım ya dedi. Aşarifel hamır. Diyankin birisi beri purap bakıp Şeyh Resulullah işmepti. Diyankin Peygambersam sen ras zina kıldın mı dedi. Bimik az zina kıldım dep kege adam ne? Sosa ras zina kıldın mı dedi. Azanayt. Bu zina qildin deb keldi ha? Zina qildingmi degan, ha qildim degan. Balki sen mundaq bir suyib qo'ygansa, o'ylab baqsam de. Balki ashabe alik zinani to'g'ri tushunmay qolgan yuribamdi deb meda alik ma aniq farqlanadi. Balki sen suyib qo'ygan bo'lishing mumkin. Yoki mundaq bir quchoqlab qo'ygan bo'lishing mumkin, yoki bir chaqchaq qilib qo'ygan bo'lishing mumkin deb ash darajada qiladi deganki shuni animdillah ya Rasulullah. Men unda qilmadim lekin hal ahsanta dedi. Degan sen ash to'yqandak, xotindak menda bir ish bo'ldimi dedi. O'ylab baqsam. Yani rasmiy shu xotindak bir ish bo'ldimi? Degan bo'ldi. Degan Payg'ambar alayhisalom rejim qilishga buyurdi. Mishada bir vaqalik borchu, mushning munosabatlik. Mushu sahabini tavba qilish, mushu sahabini Rasulullohga berib mushu gunohini itiraf qilishga bir rag'batlantirgan birisi bor. Bir sahaba bor. Payg'ambar shuni chaqirib, "Hey, mushunda qilib meni oldimga akagicha mushning bir gunohini yepib, Allohga tavba qilib Allah bilan bir günahını juval desamamdı deb anınğa Peygamber Efendimiz başladı deganchu. Çünkü şeriat aniq. O yüz o'tirib olgan o'n chuqum şeriat yurgizilishi kerak. İcra qilish kerak. Anınğa to'ysan darhol bir samda voy berib eng yaxshi mush dunyoda o'zingni paklab, zoda Peygamber Efendimiz qashig berib deganga Peygamber Efendimiz halla satarta alayhi deb. Sen aning bir gunohini yepib, bu tövbe qilish rag'bat qilsamamdi, meni oldim o'pkagicha. Şunun bilan mishada o'ylab baqslar. Çünkü qazo xonim agar islom shariatida qazo xonimning oldiga kelib bo'lgan narsa, qazining, yani sotchining o qaytarilmaydi. Qaytarilmaydi agar 100% shu so'rash kerak. Kelmasdan burun tövbe qilsa o'zi. Tövbe qilsa asli maqsad shu hamda. Maqsad jazolanish emas. Shuning uchun o hatto shu islomda masalan mana nurg'a odamlar bilmaydi-ku. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning 23 yil jarayonida Cihat deyimiz kafir ve Müslümandan ölge adamdan sani 1000 atrafıda. 23 yıl jarayonida. Bu şeriatda mu
islom dunyoga kelib 400 yil jarayonida qo'l kesilgan, o'g'ri qilib qo'l kesilgan odamning soni 6 deydi. 400 yilning ichida 6 odamning qo'l kesilgan deydi. Yani demek o uni maqsad nima desa, maqsad hozir Saudiyaga boradigan bo'lsam shu umrajilda bu saplam qo'li kesilgan bu keyin men so'rasam shu rasmiy shu o'g'irlik qilib Saudiyada qo'li kesilib ketgan o'xshaydi deb o'ylaydim buruncha. Keyin boshqalardan so'rasam bu shu tilamchilik shu shoykalari shu organize qilganlar. Uni rasmiy Afrikadan u yer bilan bolalarning qo'lini rasmiy kesib etib aynan tilamchilik qilsa ekan. İşte gaplarni ham aniq. Demak bu shariatning maqsadi hamda. Masalan bu bu günah Allah bilan bandaning o'rtasida bo'lsa bu shaklda hamda. Ammo banda bilan banda bo'lib qolsa buni haqni chuqur halollash kerak. Halollash kerak. Chunki Alloh subhanahu va taolo shuning Alloh subhanahu va taolo mush darajada mehribon, mush darajada rahim. Bizning payg'ambarimiz mush darajada mehribon, mush darajada kuyimchan. Shuningga bu Allah'ını tunugan adam söymey kalmaydı. Bu peygamberini tunugan adam iman etmeyi kalmaydı. Sünnetini icra kılmayı kalmaydı. Yani maksat herkes ulanı bir cezalaş. O emez. Yukarıdaki hadis'e mesela al-ahsan diye bu sen toy kılgan mı burun diyen gibi. Sen yani ahsan arayaldak bu yani sen toy kılıp ihsan diyen asli. Bir qatım toy qilib bo'lgani, bir qatım toy qilib bo'lgan. Rejim qilinishi uchun toy qilib bo'lgan bir bo'lish kerak. Toy qilmasa, toy qilmagan odam bo'lsa 100 dar urildi. 100 dar urildi. Ma bir qatım ahsanta degan sen toy qilib, xotin bo'ldik bir ishni qilganmi yani. Yani xotindachilik qilganmi degan gap. Ilgari sen toy qilganmi? Toy qilib xotindachilik qilganmi degan gap. Xo'sh, andiki yana boshqa har xil rivoyatlar bor buninkiga. Hatto tosh kesak qilinayotganda nima qechib ketgan vaqtida sahobalar berib mush maiz shu tutib akab unikani tosh kesak qilib hamda bu shundan bu odamni qechib ketgan vaqtda qo'yib bersam ham payg'ambar bu azkin o'zi dastlabda jasurlik qilib zar nima qilsan qil deb keldi keyin hamda tayoqning zarbasida qochdi qochgan chog'da azkin birsi bir o'lak hayvonning so'nkidan birini seplab o'tirib qo'ydimdi shuna payg'ambar qoch qo'l qo'ysang nomanda hech kes mayli emasmi deydi emas inshaalloh endi birisi qo'pab buni haqoratlab qo'ydi. Haqoratlab. Ayolning bir ishi bor. U haqoratligini ayolning masalasi. Mushundan ba. Mushuni haqoratlab qo'ydi. Aslidagina balangni to'p keldigan. Ma'noda ma haqorat degancha payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ana miyada payg'ambar sallam oqshimisi mana bu vaqt bo'lsman dey buni. Mush Ma'iz radhiyallohu anhuninki rajmini ijro qilgan ekan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam oqshimisi xalqlarga bu masalani tushuntirdi. Nima tushuntirdi? Hey jamoat dedi. Biz Allah yolda cihat qilmaymiz. Bazı adamlar mahallada qilib mujohidlarning ayolligiga sharafsizlik qildi. Bunga kim rozi bo'ldi dedi. Yani nima uchun rajm qildi bu yerda? Masalan o'ylab baqsa, siz davlatni qo'g'dayman deb, oldingi safda urush qilyapsizlar. Birisi qo'pab mahallada qilib xotinlarga chaqchaq qilsa, siz buning nima hukm berasiz? Biz açıp asımız o bana. Devlet koyduğuna cihat çıkma, uruş çıkma. Ma xotin balalarımız sen amanet koysak ki ben Resulullah düşündürmedi. Bazı sahabeler belki bunu düşünmeyi bu nim bulup ketdi bu diş mümkün. Doğru bu bunda dep bulup andan ki ma tövbe andan ki nimde dediyse fakat tövbe tevbeten dedi. Şunda bir tövbe kıldı ki Ma'iz radhiyallohu anh bu şu derecede bir tövbe kıldı ki bunun tövbesi yer şarideki bütün insanlara yetkidek tövbe kıldı. Dep yani bu icranınki nihayeti insanlar için birincisi ma'ziracalar için faydalı. Çünkü dedi o insanlara yetkidek derece tövbe kıldı diyen gap to'g'ri bu dünyada cinden ayrıldı ama bizge nispeten bu hayatlık ma'lum dakika imtihan dünyası. Biz mengu ahırlaşmaydigan bir hayatlık var deb e'tiqod qilamiz musulmonlar. Bu aniq. Masalan sizlar o'ylab baqsizlar. Masalan yer sharida 1 degan sonni yozib, quyosh qilmoqchilik 0 qo'ysak, o'qil bo'lamdi masalan bo'lmamdi. O'qilmaydi. Ammo oxiratni mangulik degan chaqda mush sonning o'zimi 0. Bu hayatlık. Şunun için
Bu Peygamber sallam tushuntirdi. Shunda bir tövbe qildiki, buning tövbesi yer shariga taqqasa, yer shariga yetkilak tövbe qildi dedi. Ammo bu zinoninki ig'ir masala ekanligini, ya'ni biz Alloh yo'lida mujohidlar jihodga chiqadi. Ba'zi odamlar jihoddan uzr so'rab balkim qilib qoladi. Qarasa, a mujohidning ayoliga bu yer chaqchaq qilib yurgan bu o'g'irlar. Shuna bu ijro qilindi deb, bu jamiyatning amonligi uchun manda %100 shariat tushgan. Adalet icra qilinishi uchun bir jamiyatda cho'qim shu qilish bo'lmasin bo'lmaydi. Qattiq qo'l. Hatta Rasululloh deydi-ku, hatta Fatima binti Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Mening qizim Fatima o'g'irlik qismi qo'lini kesatdi. Qo'lini kesatdim deb shuna dedi. Chunki bu so'zni deyishining o'zimi bir yuzabroylik birisiga salochilik qilib boshqa cho'ng sahobalar kelib kelgan vaqtda deydi-ku shuni. To'g'ri. Sizlar men buni Allohning shariatiga men salo qilyapman sizlar. To'g'ri. Qizim o'g'irlik qilsa men uning qo'lini kesman deb. Chunki qozining kelib bo'lsa. To'g'ri. Ham shariatni nurg'unlagan masalan davlatning malqi bizning darsdan xuddi bek bo'shaq qo'yib birdigan masalan 99 odam jinoyatchi jazolanmasimi? Birisi xato jazolanib qolmasligi uchun deb anglovchilarimiz, ko'rurmanlarimiz naytib bo'sh bir din o'xshaydi bu. Deb tushunib qolmasligi uchun askarda qo'ygan narsa masalan shariat nurg'unlagan masalan zajr deydigan narsa bor. Masalan Xroin shariati aniq bir nim bo'lmasa, had bilan jazo. O siyosiy qonuni. Ha. Bir davlatga masalan bir davlatimiz bo'lsa, bir islom ijro qilingan bir yer bo'lsa, bugun masalan ijro qilinayotgan yerlar bor masalan. Xroin atkazchilik qilgan masalan, u ham shu millatningki, shu musulmonlarningki yoshlarini tugutadigan bir narsa hamda. Shuning uchun shu uni boshqa jinoyatchilarni cho'chitish uchun o'lim jazosi berib ijro qiladigan masala. Demak, shuning qarab turib shu vaqtdagi vaziyatga qarab turib eng adil shaklda hukm chiqaradi dinimiz. Ya'ni dinimizning prinsipi yana 99 jinoyatchi to'rdan tushqasimi, birisi xato jazolanish bo'lmaydi demakchi. Adolatni ashunday chiqsa demakchi. Chunki xatolashquchi balkim tövbe qilish mumkin, balkim yaxshi ish qilish mumkin. Ya bo'lmasa maqatim to'g'ri tushmasa, maqatim to'g'ri tushishi mumkin. Mana zina qiluvchilar hammamiz o'ylashimiz kerak. Bizning o'zimizning ochillari bilan, o'zimizning singillari bilan, onalarimizdan boshqalarning zina qilishini xohlaymizmi, xohlamaymizmi? Hech kim xohlamaydi. Sen bu mantiqni tushan, bu aqlni tushan. Bu shariatda bak yomon ish. Sen chunki Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo innamal mu'minuna ikhwa dedi. Butun dunyodagi musulmonlar qarindosh dedi. Shuning uchun ayolim bor. Biz ayollar hammamiz biz qarindosh muomala qilamiz dinimizda. Musulmonlar bizning diniy qarindoshlarimiz. Tamam? Qarindosh muomala qilamiz. U xalqning qiziga yomon niyat qilganlar, yomon ko'zlar bilan qaraganlar, ashundoq zina fahish qilganlar. Sen chunki bir arabcha bir gap bor. Zinaxo'rning deydi. Ya qizi bilan ya ochiz bilan zina qilindi deydi. Bu qoida juma. Sen xalqning masalan ajoyib shuni az-zani la yankihu illa zaniya. Va zaniyatu la tankihu illa zaniya. Mushu biz o'qigan kitoblarda shunday bir tarixiy savoq bor ekanda. Mush zinaxo'rning deydi. Bu dunyoda qolmaydi deydi. Sen xalqning ayoli bilan zina qilsang, sen ayol bilan boshqalar zina qiladi. Sen xalqning ochsanglar, men bu joyda qisqa men buni deyishni qo'ymayman. Masalan bir xonim, masalan qisqa tafsirlab o'tay. Bir xonim bir o'g'liga nasihat qildi. Safar qilmoqchi bu o'g'li. O'g'lim singlingning safar jarayonida emas, singlingning iffat nomusini saqlab qolsang deydi-da. Bu dadam nima deydigandi deb shundan ketdi. Bir kun singlisi dadasiga yig'lab kirdi. Dada, ishni birisi chakdi, chiqsam maznaqnimga, shu chaqda qo'limni tutib oldi deb singlisi yig'lab kirdi. Dadasiga qarshi. Shun dadasi o'g'li kay vaqtda, o'g'lim, men sana nima dedim? Men singlingning ippatini saqla desam, sen nima ish qilding dedi. O'g'li ayada boshqa bir ishlarni qilmoqchi. Shuning uchun bu hatto hech bo'lmasa temi bo'lsin zina qildi deydi o'lmoqlar. Zinaxo'rniki temi bo'lsin biz zina qildik dedi. Osh darajada qisos bor bu yerda. Buni har bir odam buni o'ylash kerak. Ya'ni o'zining ochisi, singlisi, tuqqanlari bo'lsa, buni o'ylash kerak. Ham ikkinchisi ma'qul bu ish dedik anda bo'p qolsa qanday qilish kerak desa, uning oldida tövbe qilmoqdan boshqa hech qanday yo'l yo'q. Tövbe qildi
va shu tövbe qilish jarayonida masalan shu gunohni jo'ydamdi. Birga onun ustiga ijro qilish deymiz. Ijro qilish nima yo'q. Alloh tövbe qildi. Shu. Xo'sh, ammo shu xatolashuvchilarni haqoratlash, la'nat o'qish to'g'rimi? Yo'q. Hamda bu biz dedik, hamda inson bo'lgan xatolashidir. Bu xatolash nadan kelib bo'lsa, insonning kamda asli bizning qilayotgan ibodatlar maqsad shu bizni xatolikdan jiroq qildi asli shu. Xo'sh. Nima uchun ibodat degan nima? Butun ibodatni bir narsaga ixchimlashga bo'ldi. Ibodat seni Alloh yaqinlashtirdi. Ya'ni Xoliq sening qalbingda hozir bo'ladi. Butun ibodatning maqsadi shu. Allohni qalbda hozir qilish. Shuning surfatani iyyaka na'budu. Bevostam ey Alloh sanga bo'ysunma. Xuddi Alloh oldimizda bordik. Alloh bilan gaplashimiz biz namoz o'qigan chaqda-chu. Sanga bo'ysunma degan gap men xatolik qilmayman degan gap asli. Kunda 32 qatim Alloh xatolik qilmasligini va'da beramiz endi. Asli ibodat Allohning, ya'ni Xoliqning, maxluqning qalbida hozir bo'lish. Sizning qalbingizda Alloh bo'lsa, sizlar xatolashmaylar. Chunki atroflarda bir uyda 32 kamerani mana shu qo'yib qo'ysa, sizni butun dunyoda odam qaravotida desa, xatolash nisbatlari bek to'g'ri bo'ladi. Ammo insonchilikda ba'zi ojizlik, masalan, inson g'aflatda bo'ladi. Nurg'un masalan yoki xatolashish hamda inson bir ojizlik tushidi, yo nafsining kayni kirdi, yo shaytonning vasvasasi yoki insonlarning vasvasasi orqali bir xatolik tushidi. Hamda xatolik tushgan odamlarni bizning majburiyatimiz nima desa, ularni qutqizib olish. Payg'ambar alayhisalom shu ularga aytdi mulohim va ularga muloyim mulomalat qiladi, ularni haqoratlamaydi, ularni silkimaydi, tillamaydi deganda. Masalan bir Muaviya ibn al-Hakam as-Salami shunday deydi. Biz namoz o'qisak, bir odam tushga deydi. O'qib namoz o'qisak tushga deydi. Shundan men yarhamkalloh debman deydi. Namoz turiblam aniq javob qiladi hamda. To'g'ri, shariatda Peygamber Aleyhisselam Müslüman bo'lgan haqqining qatoridan bir adam tushkurib alhamdulillah desa biz yarhamkalloh deymiz. Yani Allah sana rahmat qilsin deymiz. Endi bu adam namoz turiblan bir tushkuribdi, yarhamkalloh deb to'lab nima qildi. Keyin shundan namoz tuqalimda ko'zlarida buni olib qarag'iltagida tekin injim tumay voy nima bo'ldi men nimada olib qaraysizlar. Keyin sahobalar shu ba'zilari taqimlarga urib soldi ekanda, kulib solib. Shonan, ya'ni ba'zilari ya'ni ishora qilib jimto deb mundaq qilib uni urib qo'ydi. Urib noqib meni jimtomoqchi bo'ldi. Shonan Payg'ambar alayhisalom namozni o'qib bo'lgandan keyin deydi. Ma'adam deydi. Jinim va milim onam dadam shu Rasulullohga fido bo'lsin deydi. Nima uchun? ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما. Peygamber sallam namoz o'qib bo'lgandan keyin mash va jarayonni yuz davatida madam. Mening dadam onam Rasulullohga fido bo'lsinki, men buningdan ilgari buningdan kim Rasulullohdek bir go'zal, bir muloyim, yaxshi muallimni ko'rib baxmidi. Meni yo bir silkimidi, yo meni umidi. Ya men tilmidi belki nim dedi. İnne hazihi sala la tasluhu fiha. Mesela bu namazda mandaqalıqı la yasluhu fiha şey'un min kalamin nas innahu huve tesbih ve tekbir. Namazga mandaq adeti yaqqanda yaqsaq bo'lmaydi. Namaz zikr etimiz, namaz tasbih etimiz ve Kur'an okuyumuz da şundan düşündürdü. Yani demek Resulullah'ın muş sahabı tutkan pozisiyonu ma Resulullah'da şunçilik eğir, çonkur bir yaxşı təsirine kaldı. Biz kopap senin kallağında bir derdin var mı arkadaş? Ben ama o deseklam çoğu. Normallam otur bir adavet, bir düşmanlık, bir köngül ağırış peyda olur. Şunun için bu Resulullah Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bulup mu bilmey durup, durgu adam hatalışta köpünce adam bilmey durup hatalışıdır. Ama şunun için hatta bilge adam nemu
Nima uchun xatolashdi bo'lsa, bir ojizlikdan, inson degan bir ojizlik, masalan, normal, davomli iymon bir xil kayfiyatli ketmaydi hamda. Iymon degan bir xil kayfiyat bo'lmaydi. Ba'zanda soatning stirlik istak tövanga tushadi, mashina stirlik istak. Ba'zanda yuqori o'rlaydi. Musulmonning iymoni kuchli keldi, ojiz bo'ladi. Ojizlashgan vaqtda bu gunohga giribtor bo'ldi. Shuning uchun u ojiz odam tillashga, haqoratlashga muhtoj emas, balki kuyimchanlikqa, mehribonlikqa, yordamga muhtoj. Shuning uchun biz uni yordam qilishimiz kerak. Uni tillash emas, haqoratlash emas, yordam qilishimiz kerak. Mana bu payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning butun tutgan metodi shu. Bilmaganlikdan hozir Hatto bilsimi? Bilsa bu hamda. Bilmaganlikdan xatolashib shu bo'lsa, bundan qanday muomala qilamiz? Buning bilmaganlikdan xatolashsa, endi buni bilmay xatolash, bilmaganlikdan xatolashish shariatdan masalan gunoh bo'lmaydi deyman. Albatta. Albatta. Ko'pincha odam normal agar insonlar o'tirishga bir haq bo'lmasa. Chunki hadisda bor-ku. Ama shuning uchun bilmaganlarni, masalan, Arabiy masjidgan Arabiy bilmaydi ayni. Hozirgi odam bilmaydi ayni. Namoz nima deb gap qildi? Chunki namozni gap qilishdan nimasi bilmaydi. Bilmasin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Hatto bilmagani-go yaxshi muomala qildi, bilganlarga ma. Maiz ibn Malik, andakin yosh bola men zinoga ruxsat qilgan bo'lib bildi. Hatto Ramazonda ko'p kunduz Ramazonda ayoliga chiqilib qo'yib, ayoli bilan birga chiqib Ramazonni buzayotgan sahabim kelib halakdi dedi, men tugashdim dedi, demak bildi. Lekin men dedim, biz gunoh qilayotganda, gunoh qilgan har bir inson shuni bilish kerakki, kimning haqqida gunoh o'tkazayotganligini bilish bak muhim. Biz butun dunyo butun olam ilkida bo'lgan qudrati cheksiz, bizni eng yaxshi ko'radigan, ota-onamizni yaxshi ko'radigan Alloh subhanahu va taolo jalla jaloluhuga jinoyat o'tkazayotganligini bilish kerak bu yana. Shuning uchun buni bilgan odam amal bor, bizning vazifamiz jinoyat o'tkazmaslikka tirishish. Jinoyatning cho'ng kichikligiga qarama, Allohning kim qilgan, buning qarashimiz kerak. Endi insonchilikda jinoyat tushib qolsak, tövbe qilishimiz kerak. Xayrul xattoin at-tawwabun. Shuni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam xatolik o'tkazganlarni shu oldi bilan tövbe qilishga buyuradi. Tövbe qilishga. Shuna kullu bani adam xattoun va xayrul xattoin tawwabun. Ya'ni insonning har qanday inson bo'lsa xatolashidi, u xatolarning eng yaxshisi tövbe qilish. Tövbe degan nima? Qilgan jinoyatingga pushaymon qilish, ikkinchi qatam qilmaslikqa samimiy Allohga va'da berish. Kishilarning haqqi bo'lsa, darhol haqqini qaytarish. Qilmay gunohni kechirilmaydi. Kishilarning haqqi bo'lsa bu chatoq. Masalan, bir inson bilmay turib kishilarning haqqini yeb qo'ydi, keyin bildi uning xatoligini, shu odamni izlab deb berib halollik qilib elish kerak. Elish kerak. Halollik agar u odam topolmasa, osh pulni sadiqa qilish kerak. Shu odamning nomida. Ko'pdan ko'p rahmat, Alloh razı olsun, ayeti güzel bir şekilde yoritib berildi deb qarayman inshaalloh. Programımızın vaqtini to'shib qoldi. Shayt to'xtatsak inshaalloh. Bo'ldi. Oxirsi bir og'iz deb qo'ygan gapim bor. Mushu jinoyat o'tkazganlarningki, mushu jinoyatni jo'yishning eng bir yaxshi shakli bor-ku. Buni bir bak muhim. Masalan, bu qaysi deslar? Mush jinoyat o'tkazib sağanlar, yaxshini ko'p qilish. Biz hozir dedik-ku, tövbe qilding. Allohga tövbe qilding shunaman. Tövbe qilish bilan birga mush savobli yaxshilarni ko'p qilsa, bu jinoyatni jo'ydigan eng yaxshi masala. Masalan, bir oyatdan bor fa'at bis-sayyi'atil hasana. Men shunda demoqchi. Masalan, bir sahoba kelib, "Ya Rasululloh, men bir haqning xotinini suyib soldim" dedi. Shunda payg'ambar gap qilmay turdi. Shuna namoz o'qib bo'lib, nima dedi? Aşağıda innal hasanat yuzhibnas sayyiat. Savobli ishlar yomon ishlarni ketkizib jo'ydi dedi. Yana bir hadisda payg'ambar sollallohu birisiga nasihat qilsa, ittabi'is sayyiatal hasanata tamhuha dedi. Sen davomli bir xato ish qilsan, yaxshilik jo'ydigan yaxshilikni qil dedi. Davomli yaxshilik qil, yaxshilik jo'ydi dedi. Shuning uchun qarindoshlarimiz hammamiz bu gunoh ma'siyatdan xoli bo'lmasligimiz mumkin. Alloh subhanahu va taolo cho'ng gunohdan saqlasin, ammo kichik gunohlardan
saqlaması mümkün. Şunun için ahirsi muş ders degan gepim biz çuqum xatalışımız. Xatalaşmaydigan insan yok. Xatalışının yolu tövbe qılımız, anandan keyin xatalışını juyish uchun yaxshini ko'p qilamiz. Qo'limizdan keldigan yaxshini ko'p qilsak, mana bu eng muhim mashu. Kötü bir rahmet. Qadrli ko'rganlarimiz, shunday qilib programımız 16. sanımız mı? Bugün şöyle ahırlaştı inşallah. Sözlengenidek muşu tuyg'ularda, yani kimlarga jinoyat o'tkazgan vaqtimizda kimlarga qaratib, yani onunki bu kichik bunda qilib olsam, tövbe qilib olsam bo'ldi degan shaklda e'tiborsiz qarash, hatto olimlar deydiki, shu bir jinoyatni e'tiborsiz ko'zga ilmay, buni kichik sanashning o'zi hatto cho'ng jinoyatim eshib deb qaraydi o'ylamada. To'g'ri. Chunki o jinoyat, o gunoh ishlanayotgan, kimga qilinayotdi u Alloh subhanahu va taologa bo'lganligi uchun. Shu har qanday narsani sal qarmasligimiz kerak. Shu hissiyotda agar inson bo'lish bilan ba'zi bir nafsimizning kayniga, shaytonning kayniga kirib ketib xatolik yuz bergan vaqtida ana shunday so'zlangandek haqiqiy tavba qilib, bu tavba iyi bo'lgan bu muborak oyda Rabbimiz mag'firat qilgan shaklda Allah'a pak-pakiz holatda bu oydan chiqarsak nima degan biz baxtli yani. Rabbim buni muyassar qilsin. Amin. Yana bir qatimliq programmamizda atim shu soatlarda yana ekranlarda bo'lishqa Rabbim muyassar qilishini tilash bilan sizlarni Janobi Alloh topshiramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh. Ya sayyidal kawn